Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Mana biz xullas hozir bir 2 soat bo'ldi kelganimizga. Karas ovlagani keldik. Bu joyda o'zi laqqa, sazan bor. Karas. O'tgan safar karas sho'rdik mana shu yerdan, mana videoda ko'rgan bo'lsalaring. Endi xudo xolasa hozir tashlab o'tirdim. Natija bo'lib qoldi mana. Nima deyishlaring mana. Voy, chiqchi, qaranglar mana. Laqqa chiqib turibdi-yu mana. Mana. Shunaqa joydan chiqdi. 2 soat bo'ldi kelganimiz, 2 soatdan oshdi. O'zi biz karas suyimiz deb keldik. Endi mana ko'rdim, laqqa chiqib turibdi mana shu yerdan mana. O'tgan safar kelganimizda suv 1 metr tepada edi. Bu joydan o'zi laqqa chiqadi yozda, sezon paytida, lekin hozir chiqmash kerak. Suv pastlaganiga yurib yoribdimi bilmayman. Shu bir dona laqqa chiqdi hozir. U ham bir dona jibalchanga. Endi xudo xolasa keyingi ovlarda laqqaga harakat qilib ko'ramiz. Xuddosini tortdi mana hozir. Biz bu yerdan karas suyab turibmiz. Laqqa chiqib qoldi. Mana bu yerda ham bitta do'nga qalab turibdi mana. Hozir tortdi bunaqda. Mana bu yerda ham mana bitta do'nga qalab tashlab qo'yganmiz. Uni ham bir marta bu yerda. Suv ana shu o'tdan mana ko'rdilar. Hozir shu 1,5 metr tushib ketibdi. Shunga laqqa yurib yordimi bilmayman. Hozir bir dona laqqa chiqsa endi hozir buni nimadir tortyapti. 1-2 marta bo'ldi. Endi xudo xolasa bir 1-2 kundan keyin kechqurun laqqa ovga kelib ko'ramiz. Hozir buni tortib ko'raylik. Bunga mana hozir tortib turganga bitta karascha chiqibdi mana. Endi videoga ololmadim. Bu do'nga mana. Shunaqa joydan. Hozir chiqdi.